Salom bolalar, bugun sizlar bilan bir blok videosining ikkinchi qismini olamiz. Qani let's go. Xo'p, bugun ekranim to'g'rilangan. Bugun bor kuchim bilan yiqilib ketdim. Demak bitta yig'ib chiqarganimizda. Xo'p. Bular kerak bo'ladi. Menga o'ta kerak bo'ladigan narsalar. Yaxshi, birinchi marta menga kerak narsalar berdi. Xo'p. Nima yo'qmi? Xo'p. Hos. Nima ketmon yasashim kerak. Keyin u ketmon bilan kichkinagina bog'cha yarataman. Xo'p, men bitta menda ko'chatlar bor. Paq. Op. No, endi deyarli ovqatdan muammo yo'q desak ham bo'ladi. Zombi ot yo'qoldi. Ana. Ketdim. Kerak narsalar ham bor edi. Xo'p, mayli. Necha? Let's go. Necha? Rang berdi. Bochka. Birinchi marta menga zarur bo'lgan narsalar berdi. Yobana. Hop. O'ta yaxshi ish qilyapti bu. Buni taxtaga aylantirib olamiz. Buni olamiz. Ketmon yasab olamiz. Boy ketmonim yo'q bo'lib ketdi. Buni ichida nima? Kerak emas narsalarni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'p, o'tgan videodagi sut hali ham turibdi. Bu kerak emas. Bittani qo'yamiz. Kravatga kerak bo'ladi. Bloklarda albatta kerak. Muhimi go'shtni olib qo'yaylik. Qayerdan edi? O'tdamdi. Shu yerdan. Hos, ana. Ve cho'chqa. Ay. Yo'qol. Iflos. Cho'chqa harom. Bolalar, agar bu videoning ko'plab qismlari bo'lishini xohlasanglar, obuna va like bo'lib qo'yinglar.
Oh, ichki kerak bo'ladi. Hop, maydonni kattalashtiramiz. Voy, toshni tashib yuboribman. Toshni tashib yuboribman-ku. Qo'y, o'zing yoqtirdi. Daraxt o'stiramiz. Let's go endi yana. Yaxshi, yana bitta qo'y paydo bo'ldi. Ichida non, yaxshi. Voy, tashib yuboribman. Bir hozir yana o'zimga qaytib tushadi. Kerakmas narsalarni sandiqqa yana solaman. Mana daraxt ko'chatlari kerak bo'ladi menga. Hop, menga nimalar kerak emas, bloklar kerak. Bu kerak emas. Hop, bu ham kerak emas. Nonlarim ko'paydi. Hop, men nima qilmoqchi edim? Esim, daraxtlarni. Hop. Ana o'qimaysizlar. Nima? Nima deydi? Ana voy, kerakli vaqtida aytmoqchi bo'lgan so'zim aytilmaydi. Lekin kerak emas vaqtda aytilib qoladi. Nega? To'g'ri, berdi. Cho'chqa xo'rom. Go'shi ham xo'rom. Yo'qol. Shu yo'q bo'lib ketdi. Ahamiyat bermaysizlar. Men o'z xonamdamanda, xonamga kirib ketganimga 2 soat bo'ldi deb xalaqit bermoqchi. Xalaqit berishmoqchi. Chunki narigi xonada musiqa bo'layapti. Sizlarga xalaqit bo'lmasligi uchun, xalaqit bermasligi uchun musiqadan uzoqroqqa qochdim. Endi menda ovqatdan muammo yo'q. Mana bunaqa narsa ham berdi. Ichiga narsalarni ham qo'ygan. Bo'ldi.